Filoidное образование deymiz. Bu ko'krak bezlarida uchraydigan o'sha yaxshi sifatli bo'ladi, yomon sifatli filoidное образование. Доброкачественный bor, злокачественный filoidное образование deymiz. Juda kam uchraydigan o'sma turlaridan biri hisoblanadi. Ko'p hollarda o'sha fibroadenomaga o'xshab ketadi. Hamma kartinasi bo'yicha chekkalari kontur ровные, четкие deymiz, lekin bitta farqi fibroadenomadan juda tez o'sadi bu filoidное образование. Shu tufayli bu filoidное образованияni biz agar kontrol qilganimizda 2-3 oy davomida razmeri tez o'sadigan bo'lsa, biopsiya olib davolashimiz kerak bo'ladi. Filoidное образованияларni davolashni bitta yo'li bu operativ davo hisoblanadi. Filoid o'smalarini davolashda biz operativ davo turini qo'llaymiz. Operatsiya qilishdagi eng asosiy требованияларdan bittasi bu o'sha filoidный fibroadenomani butunligicha olib tashlash va kryorezeksiya deymiz. Olib tashlangan hosila o'sma sog'lom to'qimalar bilan ozgina qo'shilib olib tashlash kerak bo'ladi. Shunda filoidный fibroadenomani qaytalanish shansi kamayadi. Shu tufayli agar bunaqa operatsiyalar qilinayotgan paytda iloji bo'lsa kengroq kesib olib tashlash kerak bo'ladi. Ba'zi hollarda filoidный fibroadenomalarning razmeri juda kattaligi hisobiga uni olib tashlaganimizda ko'krakdan особо hech narsa qolmaydi. Unaqa hollarda bir vaqtni o'zida rekonstruksiya qilsa ham bo'ladi. Одномоментно yoki keyinchalik birinchi davolab olib, keyin rekonstruksiya qilamiz.